Zakariya Usedetskiy xalatlarni nima obzor qilmayapsiz? Qiling davay deb aqllilik qilib olib qo'limga tutqizib qo'ydi. Olib bu yoqqa o'zim bilaman dedim deb obzorni boshladi. Bugungi obzorimizda Turkiya Meribor brendidan bolalar uchun nabor ichidan nimalar chiqadi? Ba'ni xalati tug'ilgandan to 3 yoshgacha bo'lgan razmerda 50 ga 90 razmerda sochig'i chiqadi. Keyin kapushonkali, mana shunaqa pancholi sochig'imiz chiqadi 90 ga 90 razmerda. Naborimizning matosining tarkibi 70% bambuk, 30% paxtadan iborat. Shuning uchun juda ham yumshoqqina mayin, keyin suvni ham yaxshi shimadi. Qiz bolalar uchun ham, o'g'il bolalar uchun ham bir-biridan chiroyli ranglaridan bor. Narxini bilish uchun, buyurtma berish uchun Telegram, Instagramdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Mabodo bo'lganingizdan keyin ham boshqasiga almashtirgingiz kelib qolsa, bizda almashtirib berish va qaytarib olish xizmatlari mavjud. Naborimizda mahroviy, gramaji qalin emas, yupqa emas, bolalar uchun mo'ljallangan yengilgina bo'ladi.